Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hududlarda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda ijtimoiy obyektlar qurilish ishlarining borishi bilan tanishdi. Dastlab Termiz shahri Sohil mahallasida o'tgan hafta berilgan topshiriqlar ijrosi ko'zdan kechirildi. Qisqa muddat ichida mazkur hududda harakat xavfsizligi talablari to'liq inobatga olingan holda piyodalar va velosiped harakati uchun zamonaviy barcha qulayliklarga ega namunali yo'lak barpo etildi. Viloyat hokimi mas'ullarga ushbu tajribani shaharning boshqa hududlarida ham tatbiq etish, velo va salomatlik yo'laklarini barpo etishda harakat xavfsizligi, aholi uchun qulaylik hamda zamonaviy shaharsozlik talablarini ustuvor mezon sifatida belgilash yuzasidan topshiriqlar berdi. Asosan bu yerga 3 kunga bo'linib, mavjud bo'lgan mahallalar qo'ymoqchi ekan. Shunda bizlar lokatsiyalar bo'lib beramiz. Shu lokatsiyalarga ham joylashtirib chiqasizlar. Nechta belgi olib beryapsiz? 20 ta belgi, 2 kun masalan bo'lmaydi. Hammani mana shu o'ratyapmanmi, belgi haydasa sog'ligi yaxshi bo'ladimi? Shuningdek, asfaltlash ishlari bilan tanishilib, yo'l yoqalarida yashil hududlarni tashkil etish, sug'orish tarmoqlarini barpo qilish, mavsumiy gullar va manzarali daraxt ko'chatlari ekish, maysazorlar barpo etish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Ishchi tashrif davomida Angor tumani Chinobod mahallasida Islom taraqqiyot banki ishtirokida amalga oshirilayotgan qishloq joylarini kompleks rivojlantirish loyihasining 2-bosqichi doirasida qurib bitkazilgan 12-sonli umumta'lim maktabining yangi o'quv binosi foydalanishga topshirildi. Shu yerning o'zida mazkur loyiha doirasida tumanda amalga oshirilayotgan muhandislik kommunikatsiya, ijtimoiy va infratuzilma obyektlari qurilishi muhokama qilinib, barcha ishlar sifatli hamda belgilangan muddatlarda yakunlanishi, obyektlar o'z vaqtida aholi foydalanishiga topshirilishini ta'minlash yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng Muzrabot tumani Darband mahallasida xalqaro dastur doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ijrosi o'rganildi. Xususan, yangi maktab qurilishi, muhandislik infratuzilmasini takomillashtirish, aholi yashash maskanlari va ko'chalarning zamonaviy qiyofasini shakllantirish, hududda yangi O'zbekiston tamoyillariga mos, obod va qulay yashash muhitini yaratish ishlarining borishi ko'zdan kechirildi. O'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan viloyat hokimi mutasaddilarga ularni qisqa muddatda bartaraf etish, qurilish va obodonlashtirish ishlarini belgilangan talablar asosida bir hafta muddatda sifatli yakunlab obyektlarni foydalanishga topshirish bo'yicha qat'iy topshiriqlar berdi. Anorzor mahalla bor. Do'stlikka borgancha uylarning orqalariga qaralgan, bo'yalgan. Ular shuni ko'chasini rayhon yetkazsin suvli bo'yiga. Prezidentimizga hammalaringiz sog'lik, salomatlik tilayman. Yaxshi kunlarda birga bo'laylik. Darbandda juda katta turizm kompleks qurilyapti. 50 gektarda suvli bo'yida juda zo'r qilyapmiz. Yosh polvon bolalar ko'paygan Darbandda. Ikkinchisi Qorabayirda asosiy yetkazdirgan Darband kolxoz bo'lgan ekan. To'g'rimi? Minglab otlar bo'lgan ekan, tepada yilqilari bo'lgan ekan. Shuni 3-4 ta fermer bor ekan, shuni qayta tiklaymiz. O'rganishlar yakunida Termiz shahridan Denov tumanigacha poyezd orqali temir yo'l atrofidagi hududlarda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari, aholi yashash maskanlarining tashqi qiyofasi, ko'chalarni tartibga keltirish, shuningdek qishloq xo'jaligi yer maydonlaridan samarali foydalanish holati ham o'rganildi. Yo'nalish bo'ylab hudud rahbarlariga mahallalarni obod qilish ishlarini yanada jadallashtirish, aholi uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish, qurilish, ko'kalamzorlashtirish hamda hududlarning sanitariya holatini yaxshilash ishlarida sifat va muddat masalalariga alohida e'tibor qaratish yuzasidan aniq vazifalar yuklatildi.